Hürmetli vatandaşlarım, dersimizi devamlaştırmaz. Amerika'da yukarı derecelik bir nefer amaldar, Prezident Obama, Reis Xi Jinping bilen kişilik hukuk doğrusunda yüz sözleşidi dedi mavzulu haber 8. ayının 17. günü Vanit orbitida e'lon qilindi. Jungo'nun Reis Xi Jinping kelar ayda Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladi. Prezident Obama bilan davlat boshliqlari suhbat o'tkazdi. New York vaqt gazetasining xabariga asoslanganda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining yuqori darajalik bir nafar amaldori Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ning kishilik huquq xotirasi to'g'risida sezgur tuyg'usi kun sayin o'sib kelyotdi. Diqqat! Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ning kishilik huquq xotirasi to'g'risida sezgurlik tuyg'usi kun sayin o'sib kelyotdi. Jungo'ning Reis Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama kelar ayda Washingtonda davlat boshliqlari suhbati o'tkazganda cho'qim bu masalani nuqtaliq muhokama qildi. Bunun qarta Jungo Tashqi ishlar ministrligi amaldorlari 14-kuni javob qaytarib, Jungo Reis Xi Jinping 9-ayda Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilib, Prezident Obama bilan kishilik huquq masalasini muhokama qiladigan bo'lsa, biz aytib etilgan pozitsiya tutamiz. Jungo'li qiyin bo'ldi, yumshab qopdi-ku. Biz aytib etilgan pozitsiya tutamiz. Lekin Amerika Jungo ishki davlat kishilik huquq masalasini Amerika Jungo munosabatini tizginlaydigan masalaga aylantirib qo'ymasligi lozim deb ko'rsatdi. Amerika amaldorlari bilan Jungo'ning amaldorlari 8-ayning 13-kunidan 14-kunigacha Washingtonda 19-navbatlik kishilik huquq suhbati o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi yig'in qatnashdi va nutq so'zildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry yig'in qatnashdi va nutq so'zildi. Davlat ishlar kotibi John Kerry kishilik huquq xalqaro mas'uliyat shundaqla Amerika Jungo munosabatini chunqurlashtirish uchun kerak deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining bayonotchisi Kirby mundaq ko'rsatdi. Kishilik huquq suhbati kishilik huquq masalasining Amerika Jungo qo'sh taraflik munosabatida muhimligini, xalqlik kishilik huquq masalalarini davomli muhokama qilish puristi bilan ta'minlashning shundaq muhimligini ko'rsatib berdi. New York vaqt gazeti Jungo iqtisodining butun dunyo iqtisodida tutgan o'rin oshgan sari Jungo rahbarlari boshqalarning kishilik huquq to'g'risidagi nasihatlarini anglamaydigan bo'ldi deb ko'rsatdi. Demak, Amerika New York vaqt gazetida tahrirlar hay'ati hammani bilib turdi ekan-da vatandashim. Amerika Davlat Majlisi Senatorlar Harbiy ishlar komitetining raisi John McCain boshchiligida Demokratlar partiyasining 5 nafar, Cumhuriyetçiler partiyasining 5 nafar, jami 10 nafar davlat majlisining a'zolari Prezident Obamaga yozgan xatida prezidentning suhbat tartibida Jungo'ning kishilik huquq xotirasini va siyosiy islohot olib berish masalasini xalqlik va ochiq mazmunlar qatorida suhbatlashiga haydakchilik qilgan.